Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qurilganligining 4 yilligini tabriklaymiz. 4 yil ilgari, ya'ni 2018-yil 6-oyning 4-kuni Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati dunyodagi Sharq Turkiston diasporasida milliy uyg'unishni qo'zg'ab, Sharq Turkiston mustaqilligi va Sharq Turkistonning milliy kimligining o'tini qaytadan qo'zg'adi. 2018-yil 6-oyning 4-kuni Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Amerika Davlat Majlisi binosi oldida har kuni 4 asosliq nishon bilan namoyish o'tkazdi. Birinchisi, Amerika parlamentida Uyg'ur qonunini ma'qullatish. Ikkinchisi, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiyligini Amerika parlamenti, Amerika hukumati va dunyodagi boshqa hukumatlar va parlamentlarga irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirish. Uchinchisi, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qildirish. To'rtinchisi, Sharq Turkistonning davlat masalasini ilgari surib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Sansızlagan qarshilik va nurg'ulg'an to'sqinlarga qaramay 2018-yil yozning oxiriga qadar Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati xalqimiz va Sharq Turkiston do'stlarining qo'llashi bilan Amerika parlamenti a'zolarining Uyg'ur siyosati qonunini o'ttirg'a qo'yish imkonini yaratdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati yana Oqsaroyga sungan iltimos uchun muvaffaqiyatli holda 108 mingdan ortiq imzoga erishib, Amerika hukumatini Xitoyning 21-asrda Sharq Turkistonda yurgizayotgan cho'ng qirg'inchilikqa o'xshash irqiy qirg'inchilikni ayblashga va Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati yana Xitoyning atalmish qayta tarbiyalash va kasbiy tarbiyalash markazlarini haqiqiy turda jazo lagerlari deb atagan tunji tashkilot. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati yana 2018-yil va 2019-yillarda Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi 500 ga yaqin jazo lageri, turma va majburiy emgak lagerlarining koordinatini topgan va e'lon qilgan tunji tashkilot. 2020-yil yozda Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati va Sharq Turkiston Surgundi hukumati Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy amaldorlarining Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan irqiy qirg'inchiligini tekshirib, Xitoy amaldorlarini jazolashni talab qilib, rasmiy qonunliq arz sundi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Sharq Turkiston va xalqining adolatga davomliq erishishiga kafolatlik qilish uchun izchil tirishchanlik ko'rsatadi. Gerçi 3 yildan ortiq vaqtni beshdan o'tkazgan hamda son-sanoqsiz qarshilik va to'sqinlarga duch kelgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati yana Amerika hukumatiga muvaffaqiyatli holda Xitoyning Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiyligini 2021-yil 21-yanvar kuni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildiradi. O'tgan 4 yil Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati va butkul Sharq Turkiston shundaqla uning xalqi uchun uzun va jafoliq bir safar bo'ldi. Biz bu mushkul safarda bizni qo'llagan va Sharq Turkistonning xalqaro jamiyatga bo'lgan haqiqiy orzusi va nishonini yangiritishimizga yordam qilgan barliq kishilarga rahmat aytamiz. Dunyodagi Sharq Turkiston xalqi, qo'llag'uchilarimiz, ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun elib berilgan adil kurashni qo'llash uchun texnik ko'p ishlarni qilishini so'raymiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish Xitoyning davomlashayotgan necha 10 yillik mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirishning birdan-bir chorasi. Demokratiya, erkinlik, kishilik huquq va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining mavjudligiga kafolatlik qilish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kerak. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Sharq Turkiston va xalq uchun davomli harakat qiladi. Sizning davomli qo'llashingiz bilan biz uzun o'tmay Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat salohiyatini e'tirof qildirganligimizga ishonamiz. Biz sizning davomli qo'llashingiz bilan xalqaro sheriklar va ittifoqdoshlarning kuchli qo'llashiga erishib, Sharq Turkiston va xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi milliy kurashimizga xalqarodan yordam ola oladiganligimizga ishonamiz. Yangi Akit to'rining 7-maydagi xabariga qaraganda, Sharq Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining raisi Nuriddin Izbasar xalqaro jamiyat va tashkilotlarni Sharq Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun harakat qo'llanishga chaqirdi. Nuriddin Izbasar Xitoyning 2016-yildan buyon Sharq Turkistonda keng ko'lamda tutqun qilish harakatini elib berayotganligini aytib, 1400 dan ortiq jazo lagerining borligini, u yerda millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning so'langanligini, 2022-yil mayning oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachelet Sharq Turkistonga ziyoratga berib, Xitoyning deganlariga binoan jazo lagerlarining taqalganligini aytganligini, Xitoyning saqchi hujjatlarining oshkorlanganligini, e'lon qilingan maxfiy hujjatlarda nihoyatda tafsiliy uchurlarning borligini,
Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitetining foydasiz organ ekanligini, 2018-yildan keyin Sharq Turkiston haqida nurg'ulg'an qonunliq iltimoslarning sunilganligini, bo'libmi Amerikadagi bir qism ommaviy tashkilotlarning Xitoy ustidan xalqaro jinoiy ishlar sudiga ariz sunganligini, 7 davlatning parlamentlarining Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb qaror qilganligini, davlatlardagi sudlarda bu haqda tadqiqot olib berilayotganligini, hatto Turkiyadami Xitoy ustidan Turkiya sudiga ariz sunilganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo davlatlarning Xitoyni xalqaro adliya sudiga ariz qilish uchun tirishchanlik ko'rsatayotganligini, Turkiyani asos qilgan islom davlatlarining harakatga kelib, Xitoyning xalqaro sud mahkamasida sudlanishni ishga oshirishni talab qilganligini aytdi. Milliy manfaat to'rining 6-iyundagi xabarda aytilishicha, Amerika va uning ittifoqdoshlari Hikvizyonni Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashi, atalmış Şinjanni izchil nazorat qilsa, texnik ko'p Xitoy shirkatlarini jazolashga tayyor ekanligini bildirishi kerak. Atalmış Şinjandagi jazo lagerlaridan qochishga uringan Uyg'ur va boshqa turk xalqini o'ldirish siyosati faqat Xitoy hukumatining yaqinda oshkorlangan vahshiy yomon qilmishlarining biri. Davomlashayotgan vahshiyliklar Bayden hukumatining Xitoyning sun'iy idrok kuzatish magnati Hikvizyonni atalmış Şinjandagi bu dafsanchilikni ilgari surishda rol o'ynaganlik uchun misli ko'rilmagan darajada yer shari Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolaydi ekan. Bu jazo atalmış Şinjanni nazorat qilishda o'zaro giralashib ketmoqchi bo'lgan har qanday shirkatga yaxshi ogohlantirish bo'ladi. Hikvizyonning Amerika Moliya ministrligining yer shari Magnitskiy qonuni orqali alohida bekitilgan davlat tizimligiga kirgizilishi Xitoy texnika shirkati uchun tunji bo'lib hisoblanadi. Bu tizimlik shaxs va tashkilotlarning Amerikada saqlangan mol-mulklarini to'ng'itadi. Shaxslarning nishonga ilingan shirkat bilan savdo qilishini va mablag' solishini cheklaydi hamda Amerikaning pul muomala sistemasiga chetishlik tijoratini cheklaydi. Hikvizyonning alohida bekitilgan davlat tizimligiga qo'shilishi Amerika va uning ittifoqdoshlarining Xitoyning besimiga qarshi maydonini mustahkamlashning bir qadami bo'ladi. Amerika va uning ittifoqdoshlari yer shari Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash tuzumini tizdan yo'lga qo'yishi va Hikvizyonga qarshi siyosiy harakatini kuchaytirishi kerak. Agar Bayden hukumati bu jazoni ijro qilsa, bu kuchli qurolni ishlatib qanday strategik nishonga erishishni umid qilganligini o'ylashi kerak. Xitoyning boshqa sun'iy aql chempionlari atalmış Şinjandagi bostirishda Hikvizyonning o'rnini ala oladigan bo'lg'achqa, boshqaruvchilar buningdan ogohlantirib, buning ta'sirini yaqindan kuzatadiganligini va kelgusida alohida bekitilgan davlat tizimligiga boshqa asosli quruvchilarni qo'shish mumkinchiligini o'ylashi kerak. 180 davlatdagi 4.800.000dan ortiq internet kelishimnomasi bo'yicha Hikvizyon uskunasi ishlatiladi. Bu şirket yana atalmış Şinjan Universal Birleşme Ticaret Supsi deb atalgan cho'ng sonliq ma'lumotni asos qilgan soqchi detalini qurish va kengaytirishda bevosita rol o'ynaydi. Ba'zi mutaxassislar alohida bekitilgan davlat tizimiga qo'shilishning bak og'ir ahvol ekanligini, Amerika-Xitoy munosabatiga ziyon yetkazganligini, texmo to'qinishni keltirib chiqarganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika hukumati mushunga o'xshash sabablar tufaylidan 2019-yili Huawei'ni alohida bekitilgan davlat tizimiga kirgizmaslikni qaror qilgan. Atalmış Şinjandagi Uyg'ur va turk musulmonlari davomli azob uqubat chekayotgan ahvol ostida Amerika va uning ittifoqdoshlari qarab tura olmaydi. Aksicha, ular mos qadamda texmo o'tkir qurollarni chiqarishni xohlaydiganligini namoyon qilishi kerak. Davlat ishlari kotibi Antony Blinken yaqinda hukumatning Xitoy strategiyasini oshkorlaganda Beyjingning boshqalarning ichki ishlariga aralashish huquqi yo'q deb ta'kidlashini xato dedi. Yer shari Magnitskiy qonunining jazosiga selishtirganda intayin az usullar unumga ega bo'lib, Amerika va uning ittifoqdoshlari Hikvizyonni Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolashi, atalmış Şinjanda nazorat qilish davomli yo'lga qo'yilganda texnik ko'p shirkatlarni jazolashi lozim. Bir millatning eng muhim ehtiyoji qimmatli narsasi mustaqillikdan iborat. Mustaqillik oksigen, suv, nondek muhim. Boshqalarning bo'yinturqi ostida yashashdan o'limni afzal ko'rmagan millat e'tibori yo'q bir millat. Tirishmagan, o'rganmagan, kurash qilmagan millat asirlikka, xo'rliqqa mahkum. Boshqalar tarafidan chetga qiqilmaslikning birdan-bir yo'li mustaqillikdir. Mustaqillikning asosi millatning irodasi va kuchiga bog'liq. Mustaqillikqa kurash qilish orqali yetkili bo'ladi. Birla tanlash bor. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.